Ushbu arkamizni xuddi shu joyga o'rnatamiz. Ipidan ignasigacha tushuntirib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring, qiziq bo'ladi. Arkamizni ichini o'lchab olamiz. Arkamizni razmeriga selifni montaj qilib olamiz. 90 gradusga kesib olamiz, minusga. Selifni ichiga xuddi shunaqa abushitka tashlab olamiz. Tepadan o'lchamiz. Arkamizni orqa quloqini o'lchab olamiz. Arkamizni orqa quloqini hisoblab o'lchab olamiz. Razmerga betga qo'yib olamiz, ikki yonga. Betkadan gunya bilan chizib olamiz, xuddi shu ko'rinishda. Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak oxirigacha ko'rasiz. Bitta like bosib qo'ying, arziydi-ku, to'g'rimi? Chizig'imizni qoldirib, xuddi shunaqa quloqli variantda kesib olamiz. Arkamizni joyiga qo'yib ko'ramiz. Arkamizni qo'yib ko'rdik, joyiga zo'r tushdi. Endi buni svarkalaymiz. Bizda tepa qismi razmerlari birga bir holatda, mana abushetkadan balandam, pastdan bo'lgan chiroyli holatda. Arkamiz ideal holatda, mustahkam, zabardast qilib bitirdik. Choklanishlar mana yaqindan ideal holatda. Shuncha mehnat qilib video oldik. Endi bitta obuna tugmasini ham bosib qo'yasiz endi.